Kanikulda tez-tez qorni ochib yeyishga nima bor oyi deb kiradigan bolajonlarimiz uchun juda ham oddiy, oson, lekin mazali oshirma somsachalar tayyorlaymiz. Suv, tuz, dro'ji unni solib yumshoqqina xamir qorib 30 daqiqaga oshirishga qo'yamiz. Agar bolajonlaringiz yeyish olsa, go'shtni bundan ham yog'liroq joylaridan to'g'rasangiz, yanada mazali chiqadi. Go'shtdan ko'proq piyozni to'g'rab, tuz, murch, zira bilan aralashtiramiz. Oshgan xamirimizni mayda bo'laklarga bo'lib, zuvalachalar qilamiz. Men nachinkaga yana ham mazali va barakali bo'lsin deb bitta kartoshka ham to'g'ravardim. Bolaligimizda rahmatlik buvim bizga eng ko'p tayyorlab beradigan somsalari aynan shu oshirma somsa edi. Doim go'shiga nisbatan piyozni ko'proq to'g'rab solganlari uchun juda ham mazali va suvlikkina bo'lardi. Xuddi men ko'rsatganimdek zuvalachalarni qo'l yordamida osongina ochamiz va ichini to'ldirib, chiroyli ko'rinishda tugib chiqamiz. Somsachalarimiz chiroyli qizarishi uchun ustiga tuxum sarig'i surishimiz ham shart emas. Oddiygina qattiq surib, bolajonlarimizning zehni yanada yaxshilashsin deb sedani sepamiz. Retsept sizga yoqgan bo'lsa, yurakchani qizartirib, bolajonlari ko'p dugonalaringizga jo'natib qo'ysangiz, xursand bo'laman. Tayyorlaganlarimiz yeganlariga shifoli, ibodatlarida quvvatli bo'lsin.